obunachilarim, Allohga shukr, mana kecha 3-filialimiz, ya'ni Yunusobod filialimizni ham ochib oldik. Hozir shu do'konni Yunusobodga ketyapman. Juda xursandman. Kechadan buyon juda ham xursandman, chunki уже 2 yil ichiga 3 ta filial o'zimizda. Oson emas, lekin Allohimga shukr, oila a'zolarim qo'llashi bilan, opa-singillarim yonimda turibdi, onam, otam, hammasi yonimda, xo'jayinim yonimdalar, hammasi yonimda turib, qo'llab-quvvatlab, menga eng yaqin do'stim yonimda. 600 metr keyin Shu sababli juda ham xursandman, juda xursandman. Mana 3-filialimizni ochdik. Inshaalloh davomiy bo'lsin. Keyingi anaqalarimiz viloyatlarda ham, vodiy voha tomonlarda ham ochish niyatlarimiz bor inshaalloh. Ayollarimizga qancha bo'lsa qulaylik yaratsak kam. Bizda asosan klientlarimiz ro'molli ayollar bo'lgani uchun ham men ularga yana ham sharoit qilib, kelajakda rejalarim ko'p. Bir do'konga kelganda o'zining ehtiyojiga kerakli bo'lgan hamma ishlarni bitirib ketadigan darajada bo'lishini xohlayman. Ayollarimiz, ya'ni ro'molli ayollarimiz ozgina uyalchangroq bo'lishadi. O'shaning uchun mana bunday go'zallik salonlariga ham hozir bilasiz, yo'li yuzida oynali go'zallik salonlari ko'rinib turadi. Ozgina xijolat bo'lishib kirishmaydi. Bizani do'konni orqa tomonidan, o'zim xonasidan, ichki xonasidan ayollarimiz uchun go'zallik saloni ham qilib qo'ymoqchiman. Sabab har bir ayol go'zal bo'lib yurishga loyiq va shart deb bilaman. Chunki ayollarimiz aytadi-ku, ayol xunuk bo'lmaydi, faqat o'ziga qaramagan ayol bo'ladi. O'ziga qarasa hamma ayol chiroyli. Shu sababli shuni ham reja qilib turibman. Xudo xohlasa duo qilib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, inshaalloh bu narsani ham amalga oshiramiz sizlar bilan. Buning uchun sizlar ham o'z hissalaringiz albatta qo'shasizlar. Qanaqa qilib deyishingiz mumkin. Bizlarni ko'rayotgan videolaringizga kommentlar yozib, layklar bosib, bu bilan ham bizani tezroq shu niyatlarimizga erishishimizga yordam berasizlar. Chunki tezroq sizlarni o'sha ko'rayotgan videolaringizga layk, kommentlar albatta bu hozirgi zamon talabida o'stiradi. Tezroq bizani yutuqlarimizga erishishimizga sababchi bo'lasizlar. Bu anaqaga sizlar ham hissa qo'shasizlar. Hamma biladi, shuncha mana o'zimizni obunachilar, yosh katta nuroniylarni mana umraga jo'natyapmiz, boshqa qilyapmiz. Bu faqat mening ishim yo mening nimam emas, bu sizlarniki ham. Bularga, bu ishlarimga sizlar hissa qo'shmasalaringiz meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Sizlar Allohning sabab mana shu ishlarni qildik. Shu natijalarga erishdik. O'shaning uchun mana qo'yilayotgan videolarga e'tibor bo'lib o'tmaysizlar. Imkon darajasida komment yozing, imkon darajasida layk bosing, do'stingizga tarqating. O'sha sababli siz qanchadan qancha ayollarni yana ham baxtli bo'lishga, yana ham qulaylik yaratishga, qancha insonlarga mana shunaqa umralarga bilet sovg'a qilishlikka sabab bo'lasizlar, sababchi bo'lasizlar. Xudo xohlasam hamma shu 33 yoshdaman, to'g'risi 33 yoshimda shu narsalarga erishdim. Xudo xohlasa bir 50 yoshlarimda ancha ishlarni qilib qo'yaman degan umiddaman. Allohga shukr. Sizlar sabab, hammasi sizlar sabab. Kattakon sizlarga rahmat, obunachilarimiz, muxlislarimiz. Juda ham xursandman. Shu yoshimda shu darajaga erishganim uchun ham xursandman. Shuncha insonga qulaylik yaratganimga ham xursandman. Shuncha insonni duosini olayotganimga ham xursandman. Rahmat, boringizlarga shukr. Sizlarni yaxshi ko'raman.